bilan yeydiganlar qorinlariga faqat olovni solgan bo'ladilar va ular do'zaxga kiritiladi dedilar. Yetimni molini yeganda u qorniga olov cho'g' solgan bo'ladi, cho'g', o't solyapti va uni boradigan joyi do'zax bo'ladi azizlar. Boshqa oyatda aytadi Alloh taolo: "Va la taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashudda." Yetimni moliga faqat yaxshilik yo'lidan tashqari yaqinlashmang. Unga teginchilik qilmang, ya'ni haqqini yemang, to u balog'atga yetguncha. Mabodo o'tib ketdi bir ota-ona uni bolasini mablag'lari bilan qolsa, uni bir qaromog'iga olgan amaki boshqalari yeb qo'ymasin deyapti. Ba'zan shunaqa bo'lyapti-da, kichkina sag'irlar qolsa, kattalarga qolyapti-da, keyin go'yoki ularga qaragan bo'lib, unda ota-onasidan qolgan mol-mulkini o'ziniki qilib o'zlashtirib olyapti. Mana shular ichiga olovni solyapti-da. Shuning uchun yetimni haqqini yeyishlikdan ehtiyot bo'lishlik, ularga zulm qilishlikdan ehtiyot bo'lishlik kerak. Yaxshi ularga mehribonchilik qilaylik. Biz o'zimiz bilmagan holda shu ishni qilib qo'yamiz. Ko'pchilik aytishi mumkin: "Ha, men yetimning haqqini yemayman." Birodarlar, bir qaraylik atrofimizga. Mahallamizda o'lim bo'ldi. Bir inson olamdan o'tdi. Taqdir ekan. Janozaga kirdik, ta'ziya bildirdik. Qarasak yetim bolalari bor. Undan qolgan moli dunyo hali yetimlar haqqi taqsim bo'lmagan, ularga e'tibor bo'lmagan. Endi ozgina kun o'tib, bir kun, 2 kun, 3 kun o'tgandan keyin o'sha uyga dasturxon solib sizni chaqirsa kiryapsiz. Yetimda haqqini yeb chiqyapsiz. Hech kim so'rayaptimi? Kim so'rayapti? Ey birodarlar, bu kim pulidan qilyapsiz? Bu yetimda haqqi ekan. Yo'q bunaqa narsa azizlar. Undan ko'ra o'sha o'lim bo'lgan xonadonga yordam bersakchi. Men bir janozaga borgan edim. Janozaga borib janozasini o'qidim. Men unda imom edim. Bir xonadonga taklif qilishdi, borib janozasini o'qidim. Bir ota olamdan o'tibdi, yosh yigit ekan. Ey afsus, go'daklari qopti-da dedim. 4-5 bola qolgan. Hali kattasi ham balog'atga yetmagan. Oradan bir qancha kun o'tib yana o'sha xonadonga janozaga bordim. Endi bu safar bu bolalarning onasi o'tibdi. Go'daklar. Bu ne ko'rgilikki, go'dak bolalar yetim qolibdi dedim. Ko'zimga yosh keldi. Janozasini o'qidim. O'sha mahallada hammasiga aytdim, mau'iza qildim. Ey mahalla ahllari, bularning yaqinlari bormi, qarindoshlari bormi? Qarangki, hech kim yo'q. Men keyin juda qattiq mau'iza qildim. Endi qarang. O'sha mahalladan kattalari meni oldimga kelib, siz tunov kuni bizni mahallamizga keldingiz, yetim bolalarni ota-onasini janozasida turib juda qattiq gapirdingiz, ta'sirlandik. Domla, biz shunday ta'sirlandikki, mahallada hammamiz pul to'plab, birimiz qo'y oldik, birimiz guruch oldik, birimiz u oldik, birimiz bu oldik. O'sha yetimni ota-onasining ehsonini uyga kirib o'tkazib berdik. Qarab turibmanda, subhanalloh, astag'firulloh. Sizlar umuman mana gapimni tushunmabsizlar-ku. Shariatning gapini tushunmabsizlar. To'g'ri, yetimni molini yemabsizlar, lekin yetimni uyini choyxona, oshxona o'rnida foydalanibsizlar-da. Pul to'plab, mablag'lar o'zingiz sarflab, ularni uyga kirib osh yeb chiqibsiz. Ey azizlar, yemang buni, bering edi. O'sha olgan qo'yingizni o'sha yetim bolalarga bering edi. O'sha oshni ularga qilib bering edi. Yetimi bo'lgan, otasidan ayrilgan, onasidan ayrilgan xonadonga kirib 3 qilasan, 20 qilasan, 40 qilasan, yana bundoq qilasan. Dunyoni sarf xarajatini qildirgandan ko'ra mahalla to'planib bu bolalar yetim bo'lib qoldi, sag'irlari qoldi, yoki bo'lmasa bir beva ayol qoldi. Mana shu bolalarni katta qilish jamiyatni, bizni mahallani burchi. Bularni endi maktabi nima bo'lyapti, o'qishi nima bo'lyapti, tarbiyasi nima bo'lyapti deyishlik bizni vazifamiz-ku azizlar. To'xtataylik bunaqa narsalarni. Bunday bid'at va xurofatlarning eng yomoni dinni nomidan qilish. Din, islom yetim haqqini yeyishlikka hech qachon buyurmagan, buyurmaydi ham. Kim yesa harom yebdi. Yemasin. Yetimni boshini siling, qalbingiz yumshasin azizlar. O'zbekiston Musulmonlari idorasi ulamolar kengashi qaror qabul qildik. Men bu qarorga imzo qo'yib butun masjidlarda imomlarga yetkazdim. O'zbekiston Musulmonlari idorasi tizimi janoza uchun haq olmaydi. Butun musulmonlarga iltimos qilaman, janoza uchun haq bermang, na masjidga, na imomga.
uni haqqini Alloh berib qo'ygan. Janozasini o'qish bizning vazifamiz. Ahli ilmni imomning vazifasi janozani o'qish. Bermang. Agar kim pul so'rasa, o'rtakashlik qilsa, u xiyonat qilibdi. Lekin hech qaysi domla janozaga pul so'ramaydi aslar. Payg'ambarimiz alayhisalom kim janozada ishtirok etsa, unga bir qirot savob beriladi deganlar. Bir qirot nima degani deyodilar? Uhud tog'i dedilar. Janoza o'qib qo'ygani uchun Alloh haqqini beryapti bitta Uhud tog'achalik savobni. Uhud tog'i tamom haqqini oldi u odam. Siz u savobni arzimagan pulga almashtirmang. O'sha bir odam olamdan o'tsa, uni kafanlash, uni yuvish, uni janozasini o'qish, uni dafn qilish u bizning vazifamiz. Mayli kimdir ehson qilsin, qodir bo'lsa-da, o'tib ketgan ota-onam uchun deb farzandlar o'ziga tinch, boy, badavlat bo'lsa, kambag'al, yetim, yesirlarga ehson qilib bersin. Lekin o'zi muhtoj bo'lib tursa, o'zi boshiga musibat tushib tursa, azizlar, qanday qilib bunga kirib ovqatini yeymiz? Qanday o'tadi o'sha ovqat? To'xtatish kerak bunaqa narsalarni. Qachongacha davom etadi? Yetimni molini yegan ichiga olov sopdi deyapti oyatda. Men o'ylaymanki, buni eshitgan odam yetimni haqqini yeyishdan qo'rqish kerak. Yetim parvar bo'laylik azizlar. Musibat